Assalomu alaykum yurtdoshlar. 11-iyun Chiroqchi mashina bozoriga biz Cobalt'larda Gentil'lar syomka qilgan yetib keldik. Agar videomizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldin uzr so'raymiz. Lekin bugun odam ko'p tushgan. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Biz qo'ldan kelgancha pul yengilroq dehqonlardan, Cobalt'lardan Gentil'lar syomka qilamiz. Bitta like bosib qo'yamiz akalar. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like tekin. Biz shu Cobalt'dan syomkamizni boshladik akalar. 24-yil 51 ming yurgan, kraskasi Radnoy, propani bor, tanlov prostomasi bor ekan, 1 yillik qimmat propan qo'yilgan, motorlar ochilmagan, konditsioner, abis, hammasi bor. Balonlari yangi ekan. Ichki holatlari avtomat korobka 51 ming yurgan. Eshiklari laminat qilingan ekan, kamera prostomalari bor. Chixoli ham bor ekan, orqada qimmat chixoli. Akamizni 140 million so'mga ko'ndirib qo'ydik. 88lik 618 1011 Chiroqchi mashinasi. 140 million so'mga 23 ga 23. Kraskasi 100% Radnoy. Chixol, polik, balon, propan tayyor haydashga. Kamera prostomalari ham bor. 140 million so'm. 88lik 618 1011. 2019 mexanika benzinda. Kraskasi Radnoy 75 ming yurgan. Balonlar yangi ekan. Motorlar ochilmagan. Habis turmuz bor, konditsioner bor, benzindan, metan qo'yilmagan ekan umuman. Mexanik. Akamizni 9 ming dollarga ko'ndirib qo'ydik. 88lik 618 1011 9 ming dollarga kraskasi Radnoy 75 ming yurgan. Chiroqchi mashina bozoridan bemalol telefon qilib savdolashurasizlar. 140 ga 9 ming dollar. Mexanika avtomat. Yil nechiydi? 2014. Cobalt. Mexanika 3-passasi. Metan gazimiz bor, abis turimiz bor, konditsioner bor. O'zi holatlari zo'r turibdi. Metan gazlari ham bor ekan. Badallari ham to'lib turibdi. 3-passasi. Pulini so'rayapti. 110 bilan savdosi bor, kami bor. kelishamiz. 2014. Passa 3. Kelishamiz, savdosi bor. 176 yurgan qiladi. 2014 qancha yurgan? 176. 176 ming yurgan. Kraska? Kraska bitta kilocha petnochasi bor. Bitta kilos petnosi bor. Buni realni sotilishini ayting, naq pulga. Realni bo'layotgan 105 million deyapman. İçine natas qilib beraman. Ana bo'lmasin, bonusga. Natas. Bu telefon raqam 88lik 310 55 15. Bo'ldi. Qarshi mashinasi. Akamizda Pastian Cobalt bo'ladi, 14 15. 21 avtomat. 20 bilan bor. Oqsvet 21 76 yurgan metan gaziga klaplar ochilmagan. 76 yurgan. Pastian Cobalt bo'ladi sizda. Bemalol murojaat qilaverasiz, qarshi mashinasi akamizga. Savdoyingiz bersin. Bizga yil necha ekan bundan? Tog'a siznikimi edi? Bu Osiyo bozori 70. Obuna bo'lib qo'ying. 2015 mexanika. Metan gazi bor ekan, abis turimiz bor, konditsioner bor. Motorlar ochilgan ekan, ha? Galopka qilingan ekan. Holatlari. Tanlov prostomalari ham bormi? Tanirovda ruxsatnoma bor. Bor. Shumka bo'lgan. Shumka qilingan. Tomlar ham qilingan ekan. Zo'r ekanda. Yurishlari ham zo'r bo'lsa kerak.
Pataloklari Alcantara. Patronlar ham o'zgartirilgan ekan. Xolos tayyor ekan haydashga. Xolos boz taksi qilish kerak ekan. Hadavoy amortizator Mercedes. Optira ham bor ekan. Metanlar ham shumka qilingan ekan. Qoyil lekin qarab mingan ekanda. Buni pulini nechga beramiz? Generalni ham beramiz. Pulini 105 deyapman, savdosi bor, kelishtirib beramiz. 95 taga bitami? Naq pulga. Naq beraman desa. Naq beraman desa bitta. Bitami? Bo'ldi, telefon raqam. 90lik 444 3304. Bo'ldi. Qay mashinasi? Chiroqchini Chiroqchi mashinasi. Generalni ham chiqadi. Kraska necha foiz deymiz? Petnosi bor. Bo'ldi. Tog'amiz ham dangal ekan, 95 millionga olib ketaveringlar deyapti. 2015 mexanika, metan, balon, chexol, polik, pol nima qilingan. Shumka 100% qilingan. Tomlar ham qilingan shumka. Tomlar ham qilingan. Tanir postnomalar ham bor ekan 1 yil. Kraskasi, petnosi bor kirilosi deyapti. 95 million so'mga bos minadigan mashina ekan lekin. Akamiz telefon raqamini qoldirdik, telefon qilaverasiz. Yillichiga Cobalt aka. Sizda 18 2018 mexanik. Cobalt. Bu Euro ekan. Ikki navizir bor ekan, abiz bor, kansaner bor. Bu Euro ekan ha? Said nima olib kelding? Tikacha? Tikacha olib o'taman. Avval nechta bo'ldi? Qaysi biri edi? Qaysi biri edi? Yangi yilgacha chiqadigan. Ishol sotdim, Said. Chexol qimmat qo'yilgan ekan. Avtomat korobka ekan. Akamiz chexol qimmatni qo'ygan ekan. Zapaskada tushmagan ekan hali. Ha aka? Yaxshi mingan ekansiz lekin. Bu boyagi bunda ikki navazir bo'ladi, bilasan? Rasxoti ham kamroq buni. 2018 avtomat. Kraska Top-toza 100 ming yurgan. 100 ming yurgan top-toza kraska, benzinda. Nechta qilib beramiz naq pulga? 9 mingdan kami yo'q. 9 ming qilib beramiz naq pulga. Telefon raqam 94 886 0001. bo'ldi. Qayerga mashinasi? Toshkent mashinasi. Toshkent mashinasi, dokumentda muammo yo'q. Yo'q, muammo. Shirda bitami? Shirda bitadi. Bo'ldi. 2018 avtomat korobka, kraskasi 100% toza, benzinda. 9 ming bo'lsa beraman deb akamiz. Telefon qilaverasiz, bemalol akalar. Savdo bo'lyapti akalar. Jenta savdo bo'lyapti men. 18 9 ming deyapti, zo'r ekan lekin. Mana bu ikki navazir bor ekan, ko'ryapsizmi? Ko'p Cobalt'da bo'lmaydi mana shu. Euroda bu. Ha, rasxoti kam. Qarang, bunda yo'q. Mana. Ko'ryapsizmi? Yillichi aka jentlar. Akadan mana. Boshliq yil nechaga jentlarni? 2015 mexanik. Sotmadingizmi? Ya. 10 ming kishi yozdi. Nima uchun bu arzon deb. Endi bu safar qimmatroq qo'yamiz. O'g'irlab kelgansanmi deydi, arzon qo'yding deydi. Endi qimmatroq qo'yamiz. Sotilar xudo xolasa. Kunni bala. 2015 mexanika. 80 ga qo'yuvdik mi o'tgan safar? 80 ga? 80 edi. Bu safar endi 78 qo'yamiz. Akalar bilan hazillashyapmiz. O'tgan bozor ham qo'ydik. Sotilmadi deyapti. Xudo xolasa sotiladi. Tog'a, buni arzonroq qo'yaylik, sotilsin. Arzonroq. Aka 80 bo'lsa ham sotib beramiz. 78 qo'yaylik. Bu 78 qo'ying. Bo'ldi. Akamizga gap bo'lishi mumkin emas. 78 million so'm 2015 Nexia 2 puliga. Telefon raqam 97lik. 927 0881. Bo'ldi. Ishlaydi. Akalar 2015 mexanika Gentra 78 million so'mga. Nexia 2 ni puliga. Akamizga gap yo'q. Bir og'izda 78 ga beraman dedi. Bemalol telefon qilaverasiz. Chiroqchi mashina bozordan. Navbatdagi Cobalt'imiz 19 ga 18 avtomat korobka. Metan gazlari bor. Kansaner bor, abiz bor. Metanlari bor ekan. Madaniyatini to'rtdiki. Akamizni 9 ming dollarga ko'ndirib qo'ydik. Kraskasi petnolari bor.
Bunaqa texnik ishi yo'q. Ishlari ham akram turibdi. Telefon raqamini aytib bering aka. 97'lik 10'ga tushib kelgan ekan. 488 91 38. Bo'ldi. Chiroqchil mashinasi $9000 akamizni ko'ndirib qo'ydik. Mana metan gazlari ham bor. Konditsioner bor, abiz bor. Tayyor xolos haydashga. Avtomat korobka. 18 ga 19. Chiroqchi mashina bozordan. Buni yil necha edi jikani? Buni? Bu ham 19. Mokrin to'qi. Benzinmi deyman, propan? Benzinda. Orqa holatlari. 19. Ta'mir to'snimalarim bor ekan. Mesrolar qo'yilgan. Avtomat korobka, chexol qimmati qo'yilgan, polik qilingan. Yaxshi mashina ekan. Navrati ko'proq ekan. Balonlar yangi. Konditsioner bor, abiz bor. Telefon raqam qaytarib bering. 97'lik 488 91 38. Mokrini shu beramiz. Oxiri naqd pulga. 22 122. 122 million so'm. 91 ming yurgan bir Akalar 91 ming yurgan, kraskasi Radnoy 120 millionga ham berar akamiz telefon qilsangizlar. Buni 9000 dan ham o'tib berar. So'mga 116 deyapti. Telefon olsangizlar beradi, bemalol. Bemalol telefon qilib turib, bu aytilish akalar, aytilish so'mma. Telefon qilib turib, bemalol so'raverasizlar akalar. Biz videomizni shu yerda yakunladik akalar. Xudo xolasa inshaalloh 1 soatlarda jonli efir qilamiz. Biz har mashina bozor jonli efir qilamiz akalar. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar.